Kengash. Qanaqa kengash? Eng professional. Har biri aniq yo'nalishga javobgar. Tashkiliy ishlarga Xusurovoga qaraydi, qurol savdosi Lazziyodan so'raladi, qimorxonalar Tombalaji Mehmetga qarashli, janjalli ishlarni Testare Nejmiy va uni guruhi bajaradi. Albatta, bularning hammasi maxsus ismlar. Samuel Vanuni pul bilan bog'liq va tashqi masalalar bilan shug'ullanadi. Bu esa advokat Nizomiddin Guvench, kengashning huquq ishlariga javobgar. Rasmiy gazetada chiqmasa, o'zi postiladi. Bundan oldin bulardan kamroq ma'lumotlar bilan bir nechasini o'ldirdim. To'g'ri, lekin ularning hech biri hokimiyatni qo'lga oladigan darajada kuchli emas. Davlatni qo'lga olishmi? Juda ham ishonchli. Pastdagi burchakda kim bor? Mehmet Qaraxonli, yana bir ismi Baron. Aloqalari? Juda ozini bilamiz. Tushunib bo'lmaydigan odam. Hududlarga bo'lingan hujra sistemasi bilan ishlaydi. Eng yuqorida kengash bor.